Puli bo'la turib ham ololmagan garniturni qancha odamlar bu mebelni. Nimaga unaqa? Mebellarning ichida eng doda xo'jasi shu liderlar shu bo'ladi. 869 mebelimiz bo'ladi. Puli bo'la turib cho'nchagida magazinga borib qaytib kelganlar qancha bo'lgan? JLS haydab yurganlarchi, JLSdan boshqasini haydamaydi. Bu mebelni biladigan odam boshqa mebelni orzu ham qilmaydi, havas ham qilmaydi, olmaydi ham. Bugungi obzorimiz 869 Jiloy. Gorka, komod, spalning garnituri Chester bilan billa. O'z vaqtida 6,5-7 ming dollar sotilgan bu mebelimiz. Kravati king size 220-230, shfanerimiz 3 metrga 260, Chesteri o'zini kattaligi bilan ajralib turadi. Trimos ham skromniy, bagati. Seriozniy narsa. Gorka komodini ham ko'rsatib beraman. Gorkamiz 290, 3 metrga joylashadi, balandligi 260 bo'ladi. Komodimiz 240, balandligi 2,5 metr. Ichini ham ko'rsataman. Kattagina, eng katta qimmat vazalarda qo'ysangiz ham bo'laveradi. Uni olsangiz, polkalari alohida. 869 liderligini bila turib, like bosmagan odam endi mana shu uyatsiz bo'lsa kerak. Salomat bo'ling.